Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Bugungi mavzu 60 yoshda ham xuddi 30 yoshingizdek kuch-quvvatga, baquvvat bo'lib, yaxshi kayfiyatda ishlab yurishni xohlaysizmi? Men hozir o'zimga qiyos bo'lgan holda sizga o'zim haqida gapirib beraman. Men 62 ga kirdim. 62 yoshimda 2 yillik to'g'ri ovqatlanish kurslarini programmasini 8 oyda o'zlashtirdim va hozir 30 yoshga kirgan va 30 yoshdan oshgan farzandlarim bilan baravar bo'lgan holda ikkita ishni birgalikda olib borib ishlab kelyapman. Bunga qanday qilib erishish mumkin? Buning uchun sizga quvvat beradigan batareykangizni har doim energiyasini to'liq holatda ushlab turadigan B vitaminlarni ichishni tavsiya qilaman. B1, B6, B9, B12 vitaminlari sizlarni asab tizimingizni juda ham mustahkamlaydi. Sizga bu kuch beradi, motivatsiya beradi. Yuragingizni bir me'yorda ishlashga B1 vitamini juda katta ta'sir qiladi. B12 vitamini esa sizni xotirangizni yaxshilaydi, kayfiyatingizni yaxshilaydi va qarilikda ba'zida noxush holatlar, qari odamlar ko'p muvozanatini saqlab qola olmaydi, yiqilib tushishlari mumkin. Keyin B1 vitamini yetishmovchiligida ko'p e'tibor bersangiz ba'zida ortiqcha vazni bor ayollarimiz yurishlari qiyinlashadi. Buning sababini hammasi B1 vitamini va B6 vitamini yetishmovchiligi hisoblanadi. Chunki ular asab tolalarimizni asta-sekin ishdan chiqaradi. B1 vitaminining benfotiamin ko'rinishi esa juda ham qand miqdori baland, qandli diabetning ikkinchi turi bilan kasallangan bemorlarda juda ham yaxshi natija ko'rsatadi. Qandli diabet asab tolalarini va qon tomirlarini ishdan chiqaradi va zaharlaydi. Qandli diabetning ikkinchi turida juda ko'p holatlarda oyoqdan avval panjalar, keyin esa umuman oyoqlarni kesish boshlanadi. Bu gapirishim hozir noo'rindirki, lekin buni oldini vaqtida olish kerak. Chunki buning ko'rinishi oxiri juda ham yomon holatlarga olib keladi. Yana bitta kerak bo'lgan vitaminimiz bu D vitamini. Bu suyaklarimiz mustahkamligini, suyaklar yemirilishini oldini oladigan vitamin va bu yaxshi kayfiyat va immunitetimizni mustahkamlovchi bo'lgan asosiy vitaminlardan biri. Yana bitta, uyqumiz uncha yaxshi emas. Uyqumuzni yaxshilash uchun esa biz magniy qabul qilishimiz kerak. Meni o'zimga magniyning sitratli formasi juda ham xush yoqadi. Chunki u oshqozon ichak tizimini ishini yaxshilaydi. Oshqozon ichak tizimingizni yaxshi ishlatsa, unda tabiiy melatonin uyqu gormoni yaxshi ishlab chiqadi. Va men bir choy qoshiq magniy sitratiga 1,5 choy qoshiq inozitolni qo'shib yuboraman. Inozitol faqat asablar tizimingizni tinchlantirmasdan, bu tunda yana ortiqcha yog' qatlamlarini parchalashiga erishishingiz mumkin. Yana bitta yaxshi ko'rgan vitaminlarim bu Yaponiyadan keltirgan, yaponlarning ko'p yashashga, umr ko'rishga sababchi bo'lgan bu Fankl degan polivitaminlari hisoblanadi. Bu yerda mana bittagina paketikning ichida kunlik hamma vitaminlaringiz, sizga kunlik nima kerak bo'lsa hammasi bor. Omega deysizmi, vitamin deysizmi, qonda suyultiruvchi tabiiy natokinaza deysizmi yoki kollagen, bo'g'imlaringiz yaxshi ishlashi uchun proteoglikanlar va buning yana bitta yaxshi tomoni bu yerda ko'rish qobiliyatimizni yaxshilaydigan lutein degan qo'shimcha bor. Yana bu yerda juda noyob qo'shimcha bor. Uning nomi gidroksitirazol. Ko'rinishingiz yosharmasligi mumkin, lekin siz kuch-quvvatga to'la bo'lib, kayfiyatingiz har doim a'lo darajada bo'ladi. Obuna bo'ling bizga. Biz sizlarga qanday qilib 60, 70, hattoki 80 yoshda yaponlarga o'xshab kuch-quvvatga to'la bo'lib, sog'lom bo'lish haqida nima qilish kerakliklarini sizlarga o'rgatib va aytib beramiz.